Mana bizda bu овсяной kasha. Mana овсянкали kashamiz. O'zi ovqat yeb bo'lganimizdan keyin ko'pchilik organizmda og'irlik hissini his qilgandan keyin nima qilamiz? Ko'pincha mana kreon ichamiz, to'g'rimi? Shu kreonni ochamiz. Tak, mana shunda ochib yuboramiz. Ikkinchisi mana shunaqa assimilyator. Coral Club'ni shunaqa assimilyatori bor. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu ham parashok ko'rinishda bo'ladi. Endi qarang. Mana kreonni qo'shdik. Ozgina turib tursa, mana assimilyator. Mana assimilyator bo'lsa, уже suv holatda aylantiradi. Bu ozgina 20 minutdan keyin ko'rasiz holatini. Mana kreon solgan kashamiz hali ham tegidan olsang quyuq bo'lib chiqyapti hali ham. Mana bu assimilyator solgan kashamiz уже sho'rvasi chiqib ketdi. Qanchalik oshqozonga yordam beradi hazm qilishga. Sho'rvasi chiqib ketdi mana.